Hammaga assalomu alaykum, hurmatli tadqiq o'quvchilar. Men Ko'mijonova Mo'yinur, MO22 guruhi studenti va bugun sizlar bilan Indiyani iqtisodiyotini analiz qilamiz. Bizda shartlar bor va bu shartlardan bittasi bu birinchisi bu Country World Bank Open Data Profile. Buning uchun nima qilamiz? Chrome'ga kiramiz va bu yerdan World Bank Open Data degan joyni bosib, saytga kirib Country bosib, Indiyani vibrat qilamiz. Indiyani vibrat qilganimizdan keyin mana Excel chiqadi, o'shani сохранить qilamiz. Так. Mana сохраненный уже ochamiz va bizda ko'rib turganingizdek dataga o'tib variablelarni vibrat qilamiz. Bosganda, copyright qilganda Ctrl S bosib qo'yasizlar. Mana bosib GDP mana bosganingizdan keyin Ctrl C ni bosib file va typingga deymiz. Va bu yerga hammasini transponировать qilib qo'yamiz. Va bilan transponировать qilib qo'ygandan keyin masalan tak buni endi statiga to'g'rilash kerak, ya'ni birinchi, ikkinchi va to'rtinchi strokalarni delete qilamiz va bularni indicator name'larini o'zgartiramiz. Bo'lishi mumkin year, bu yerda import bu yerda industry masalan. Bu yerda GDP. Bular bo'lgandan keyin faylni сохранить qilish kerak. Сохранить qilib, masalan, рабочий stolga va buni ketib borsa сохранить qilamiz. Va menda bu yerda boshqa variablelar bor. Bu variable'larim Indiyada joylashgan. Buning uchun India statani ochamiz. Xo'sh. India statani ochamiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek variable'lar kiritilgan, chunki bu narsa menda ochilgan va shuning uchun query bosamiz. Va endi log faylni qanaqa qilib qilishni o'rgataman. Log faylni bosamiz. Mana bu yerda knижечка turibdi. Shuni bosib, masalan, India log deb formatini logga o'zgartirib сохранить qilamiz. Va bizda u уже ochildi. Va do faylni ham qilib qo'yishimiz mumkin. Masalan, do faylga endi sami o'zini vibrat, поэтому uni bosmayman. Keyingi qiladigan ishimiz bu fayl import va browse qilib Indiani tanlab birinchisiga alochka bosamiz. Shunda yerlar tepaga chiqadi. OK qilamiz. Va bu yerda ko'rib turganingizdek o'sha hammasi kirdi. Log fayl ishlayapti. Endi qiladigan ishimiz bu do faylni ochib olamiz. Xo'p. Endi
biz birinchi o'chirib browse qilishimiz kerak. Browse qilganda ko'rib turganinglardek qizil turibdi. Imomda to'chish turibdi. Bu to'chishdan xalos bo'lish kerak va qizilni qoraga almashtirish kerak. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun biz the string here replace dp set here и drop in 49 qilamiz va bularni kirgizib tashlaganimizdan keyin buni ko'rib turibsizlar. Bu yerda 189 ta missing values generated, ya'ni ular olib tashlandi va bitta unit bu 1 yil degani va bizani time variable'miz bu 1975-yildan 2022-yilgacha bo'lgan vaqtligini statani o'zi tasdiqladi va drop in, ya'ni aytganimdek kerak emas narsalarni olib tashladi. Keyin qiladigan ishimiz bu astokka saqlangiz qilamiz. Astok sizlarga например qanaqadir komanda berasizlar va uni rezultati tablitsada chiqadigan bo'lsa, u komandani oldidan astok deb yozadigan bo'lsangiz agarda, u tablitsani sразу faylga kirgizib chiqarib beradi. Masalan, bu yerda hozir summary qilamiz. Summary qilamiz va buni astok deb yozadigan bo'lsangiz, u faylda chiqib keladi. Bu yerda summary turibdi, ya'ni 48 ta observation, bu yerda среднее значениялari, masalan, yillik yoki ichki alpi mahsulotga, inflyatsiya, population va manufacturingga. Bu yerda bu nima edi? Min bu o'zi min среднее значенияларni ko'rsatadi. STD2 это стандартное отклоненияларni ko'rsatadi. Ya'ni kolebaniyalarni. Bu yerda minimalniy значениялар va bu yerda maksimalniy значениялар. Keyingi qiladigan ishimiz bu grafiklarni chizib ko'rsatib beramiz. Bu qanaqa grafiklar va o'zi biz nega bu komandalarni kirgizamiz? Давайте shu haqida gapirib beraman. Bu yerda ko'rib turganinglarda two way, masalan, bu yerda two way test line GDP name G1 replace qildik. Nega two way turibdi? Chunki test line o'zini qiladigan bo'lsangiz, prosta chiqib keladi, lekin replace qilolmaysiz. Replace qilganimizdan sababi oxirida graph combine'da hammasini birlashtirish uchun G1, G2, G3 qilib yozib chiqaman. Xo'p, bu yerda chiqqan anaqalarni ko'rsatish mumkin, graflarni mana. Bu yerda ko'rib turganinglardek GDP 75-yildan 2023-yilgacha почти faqat o'sgan, faqat 2019-yilda GDP ozgina pastga tushgan. Bu Covid natijasida degan bo'ladi. Inflyatsiya 78-79-yillarda вообще oshib ketgan va 2010-yilda tushgan, 90-yildan 2000-yilgacha ham tushgan va mana 2020-yildan yana inflyatsiya ko'tarilib boradi. Bu yerda nasilение faqat ortyapti. Manufacturingda ko'rib turganinglarda 75-yildan примерно 80-79-yilgacha manufacturing ko'tarilgan va keyin yana tushishi boshlab 90-yilda keyin yana ko'tarilishi boshlagan va oxirisi yana tushib ketadi. Bu yerda import, ya'ni 75-yilda import juda kam bo'lgan. Normalniy. Lekin 2010-yilda bu ko'tarilib ketgan. Ya'ni o'zini pikiga chiqqan va 2020-yilgacha import yana tushgan. Keyin qiladigan ishimiz bu two-way scatter qilamiz. Scatter plot. Bu o'zi nima? Scatter plotda mana ko'rib turganinglarda bu yerda Rossiyani ko'rsatib beradi. Bu nima degani? Xo'sh. Mana diagramma Rossiyani.
То есть bu Descartes va koordinatalardan foydalanib naborlarni ko'rsatadi. Masalan, bu yerda ko'rib turganinglardek, manufacturing oshsa GDP tushib ketyapti. Bu yerda inflation oshsa GDP yana tushib ketyapti. Agarda import oshadigan bo'lsa, bu GDP oshishini ham ko'rsatib beryapti va population oshsa GDP oshayotganini ham ko'rsatib beryapti. Va GDP bu tochkalar, manufacturing inflation, ya'ni ne главный variablelar ular qizilda aniqlashtirilgan. Keyingi qiladigan ishimiz bu histogram. Так, histogramdan сразу G bilan ishlaymiz. Ya'ni replace'lar qilib. Xo'p. Histogram. Masalan, bu histogramma. Bu vizualni sizga распределение числовой данныйlarni распределениясini ko'rsatib beradi. Masalan, bu yerda ko'rib turganingizdek GDP, inflation, population, manufacturing и import. Agarda GDP ni oladigan bo'lsak ham, Y bu plotность ko'rsatadi, a X bu GDP ni данныйlarni, числовой данныйlarni ko'rsatsa, Y bu plotность ko'rsatadi va bu вообще plotность qanchalik pastroq bo'lsa, shunchalik yaxshi degani. Masalan, qanchalik 0 ga yaqin bo'lsa, shuncha yaxshi degan ma'noni bildiradi histogramada. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz bu Graphbox. Graphboxda nima qilamiz? Bu yashikovoy diagramma deyiladi, ya'ni yashik diagrammasi. Bu nimalardan iborat bo'ladi? Bu iborat bo'ladi minimumdan, первый kvartildan, mana bu joyga первый kvartil, medianadan, mana bu mediana, и третий kvartildan va maksimumdan. Ya'ni bu minimum, bu первый kvartil, mediana и bu третий kvartil, bu maksimum. Xo'p. Ko'rib turganingizda, masalan, GDP yoki mana inflation oladigan bo'lsak, inflyatsiya juda ham past bo'lgan paytlari ham bor va среднийsi где-то 7 ni ko'rsatyapti. Средний значенияsi, maksimumi где-то 16 gacha chiqqan. Yoki bu yerda tam import 7 da bo'lsa, как минимальное значенияsi. Bu yerda первый kvartil 8 da bo'ladi desak ham, 13 da medianasi turibdi. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz bu PV Core. PV Core tekshiramiz. PV Core qanday qilib tekshiradi? PV Core o'zi nima? Bu ikkita variable o'rtasidagi отношенияларni ko'rsatib beradi. Masalan, inflyatsiya bilan GDP da 0.28% отношение. Bu yerda masalan population bilan GDP ular qanchalik bir-biriga mos kelishadi? 88%. Manufacturing da 68%, ya'ni 68 bir-biridan зависимый. Можно и так сказать. Либо import bilan GDP 79% bir-biridan зависимыйlar. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz bu regressiya qilamiz. Regressiya o'zi nega kerak?
regressiyada nimani bilib olsa bo'ladi. Regressiyada o'zi asosan bu yerda statistический analiz ketadi va bu yerda qanaqa qilib главный, ya'ni independent variable dependent variable'ga relation borligini ko'rsatib beradi. Ya'ni зависимостini degan bo'ladi. Masalan, bu yerda ko'rishingiz mumkin. Inflation положительное влияние оказывает. Population положительное влияние оказывает. Manufacturing отрицательное влияние показывает. Va yana bitta narsa aytishimiz kerakki, bu yerda model 85-3% variatsiyalarni объясняет, tushuntirib beradi. Va modelimizda bu F testga qaraydigan bo'lsak juda ham yaxshi, chunki 0.01 dan kamroq chiqadi. 0.001. Вот. 0.00 вообще идеально super degani. Endi keyingi ish qiladigan bo'lsak, bu stat VIF qilamiz. Stat VIF o'zi nega kerak? Bu har xil multilinearность borligi yoki yo'qligini bildirib beradi. Bizda 5% dan kam bo'lgani uchun bizda multilinearность yo'q. Ya'ni bu ham zo'r degani. Agarda 0.5 dan ko'proq bo'ladigan bo'lsa, значит bilingki, sizlar qaysidir variable olib tashlashingiz kerak. Bu asosan eng VIF'si bilan variable olib tashlashingiz kerak bo'ladi. Keyingi qiladigan ishimiz bu p-norm. Tashlaymiz. И вот bu p-normni ko'rsatib beradi. Bu ham tipi расстоянияni ko'rsatadi, lekin bu qanaqa расстояние? Ya'ni masalan aytsak bo'ladi. Вот quantile plot. Это графический метод, используемый для определения, происходит ли два набора данных из популяции с общим распределением. То есть ya'ni teorik jihatdan bu normalniy распределениеmi yoki yo'qmi, shuni bildirib beradi. Masalan, GDP'ni ko'radigan bo'lsak, bu yarimiga bunaqa deya olamiz, chunki boshida ko'rib turganinglarda bir-biriga jipslashgan ko'k точечкалар, keyin oldida qanaqadir probellar paydo bo'lgan. Bu yerda masalan inflyatsiya так более-менее, а вот population вообще super, bir-biriga prям qapishib turibdi. И bular ham tipi norm C bo'ladi bemalol. Keyingi qiladigan ishimiz bu swilk. Komanda swilk. Bu o'zi nega kerak edi degan bo'lsangiz, swilk bizga nima qilib beradi? Mana. Это статистический метод. Bu yerda biz ko'proq p ga qaraymiz, ya'ni u 0.05 dan katta bo'ladigan bo'lsa, biz H0 gipotezasini отклонять qilmaymiz, ya'ni yo'q demaymiz. Agarda u 0.05 dan kamroq bo'lsa, unda H0 gipotezasini отклонять qilamiz. Va bu yerda ko'rib turibsizlarki, 0.05 dan вообще kam, bu yerda ham kam, bu yoq ham kam. Ya'ni bu yerda H0 gipotezasini отклонять qilamiz. Ikkinchi narsa bu stat deviation. Bu Durbin deviation. Bu o'ziga kerak. Stat deviationda qanaqa qilib aytay?
avtokorrelyatsiya bormi yoki yo'qmi, shuni tekshiriladi va stadiovatni 2 marta qo'yiladi va ikkinchi martasida masalan u значениялari ko'proq bo'ladigan bo'lsa, значит bizda qanaqadir ошибкаlar yoki там qoldiqlar yo'q degani. Ya'ni hammasi super ketayapti degani. Mana qildik. Endi devatsini ko'ringlar. Bu 0.3 dan 1.9 ga chiqdi va bu yaxshi degan. Yaxshi degan ma'noni bildiradi. Ya'ni bizani qolgan ishimiz to'g'ri. Ya'ni Короче, yaxshi degani. Keyingi qiladigan ishimiz bu gen qilamiz. Ya'ni hamma variablelarni logaritmlab chiqamiz. Logaritmlab chiqqanimizdan keyin bularni masalan rek qilamiz. Keyin statistiya qilamiz. Так, qilganimizdan keyin ko'rib turibsizlar. Bu yerda nima bo'lyapti? Короче, f super no required 95. Xo'sh. Yaxshi, lekin statistiya oshibdi 6% ga. Xo'p. Endi qiladigan ishimiz bu alfa komandasini qilamiz. Buni tashlaganimizdan keyin ko'rib turibsizlar, reliability 75% dotdi. Bu juda ham yaxshi, ya'ni lnlarimizni qilganimiz yaxshi bo'pti degani. Endi buni kopировать qilib qo'yamiz. Ya'ni ln demasda oddiysini ko'radigan bo'lsak, вот scale reliability 6% dotdi. Shuni deb o'tishim kerakki, statistiya 10 dan kamroq bo'lsa, biz uchun bu yaxshi degani. Shuning uchun ln qilganimiz yaxshi bo'ldi desa mubolag'a bo'lmaydi. Keyingi qiladigan ishimiz bu GDP ni qo'yamiz. Bu o'ziniki. Ko'rib turganingizda linear prediction ham chiqdi. Xo'p. Jar kubera normality test. Bu test nimaga kerak? Deydigan bo'lsangiz, bu yerda GDP нормальное распределение имеет или нет, shuni ko'rsatadi. Lekin bu yerda ko'rishimiz mumkin, bu значенияsi то есть отклоняется от нормального, то есть jaunaqa idealni emas. Ya'ni idealni emas, to'g'ri. Keyingi qiladigan ishimiz bu graf. Ko'rishinglar mumkin. Bu yerda linear prediction, bu yerda plotность. Ko'rib turibsizlar o'zingizlar. Endi graf box qilamiz, y xatti. Y xatti, то есть predict edi. Endi grafini ko'ramiz. И вот ko'rib turganingizda bu где-то 25,5 как минимальное значение, максимальное значение 28,8. И вот medianasi где-то 27,2 da joylashgan. Так, bu yerda qanaqadir выбросlar yo'q, ya'ni как сказать, мусора нету. Остаткlar yo'q, chunki ko'rib turganingizda ustidan tashqarida hech qanaqa точечкаlar yo'q. O'shaning uchun bu juda ham yaxshi. Buni juda ham yaxshi desa bo'ladi. Endi ссылкаga xatlaymiz. Ссылкаdan keyin вот prop 0.01. Bu 0.05 dan kamroq bo'lishi kerak. Shuning uchun bu zo'r. Ya'ni biz hamma narsa biz o'ylaganimizdek ketyapti. Endi predict qilamiz yana.
Bu qanaqa bo'ladi? Regressiya qildik и вот mana endi plotность chiqib keldi, residuals. Bu yerda f qiymati, bu yerda p qiymatlari 0.05. Endi nima qilamiz? Swilk e-xat deymiz. Ставить qilamiz. Вот probe 0.05, 0.01. Bular ham yaxshi degani. Ya'ni bizda bu juda zo'r. 0.05 dan kam. Sharpless swilk test. Endi qiladigan ishimiz bu rvf plot. Распределениямizdan ko'rib turibsizlar. Bu yerda o'zi qanaqa bo'lishi kerak edi, ya'ni bu to'g'rimi yo noto'g'rimi deb shuni tekshiramiz. Bu yerda x da ko'rsatilgan desanglar, xo'sh. X da fitted values, ya'ni предсказанные регрессионной моделью, ya'ni предсказаниyalar oldindan ko'rib bilgan значениyalarimiz. Y da vertikalniyda остаткаlar qo'ydi. Ya'ni biz ko'rib turgan va ko'rmasdan ayta oladigan значениyalarimizni razницasi bu yerda ko'rsatilgan ekan. Bu yerda modelimiz juda ham yaxshiligi va hech qanaqa sistemniy ошибка yo'qligini ko'rsatyapti bu grafikimiz. Endi stat test qilamiz. GCP ga. Так, variance 0.4238. Tax variable normal error terms. Bu qaranglar, bu yerda probe chi 0.38 ga ko'rsatyapti. Bu 0.05 dan katta. Поэтому modelda qanaqadir heteroskidastichность yo'q degan ma'noni bildiradi. Так. Endi histogramlarni yana qarab chiqamiz. ln bilan bog'liq. Va oxirisida почти oxirisida. Mana bu yerga hozir stokka olib tashlaymiz, chunki log fayl qo'yganingizda stok kirgizmasligi maslahat beraman. И mana graflarimiz chiqib keldi. Bu ko'rsatgan graflarim GCP, вот probability bor. Вообще идеально ketyapti. Bu yerda ozgina probability. И вот bu yerda ham ozgina probability. А так все super. И bu yerda ln importsi, ya'ni plotность ko'rsatilgan. Xo'p, endi bu yerda nima desa bo'ladi? Tax ln da Sharp test regression. Bu yerda R square qaraydigan bo'lsak 95% ko'rsatyapti. Bu degani biz bu modelga ishonsak bo'ladi degani. Endi qiladigan ishimiz bu estimate store OLS, lin log lin va OLS lin log lin. Bu yerda nima ko'rsak bo'ladi? Nimani olsak bo'ladi? Xo'p.
bu yerga qarab yetsa bo'ladiki, bizda 47 ta observationlarimiz bor va model 95%ga aniq 95%lik, ya'ni juda baland точность, ya'ni aniqlikka ko'rsatib beryapti. Darkvadrat 94. Чтобы bu degani qanaqadir избыточный parametrlari yo'q degani. Va RMSI bu 0,2%. Хорошее соответствиеsi borligini ko'rsatib beryapti. Bu yerda biz aytishimiz mumkinki, importimiz va aholi soni ichki yalpi mahsulotga yaxshi, как сказать, положительно, it has import and population has positive impact on GDP. И вот modelimiz точный, ya'ni aniq va ishonchli modelligini ko'rsatib beryapti. Endi biz buni logini o'chiramiz. Close log file deymiz. Okay. Mana log faylimiz close bo'ldi. Endi do faylni ochish ko'rsataman. Mana bu joyga bosamiz. New do file. Mana new do faylimiz ochildi. Endi bu yerga do faylni kiritib chiqamiz. Bu qanaqa qilib bo'ladi? Mana shu joydan boshlab log using shift bosamiz va pastga tushamiz. Va bu yerda bizani hamma komandalarimizni control C ni bosib bu yerga qo'yamiz va сохранить qilamiz. Сохранить untitled bo'lsa endi do fayl qilib сохранить qilamiz. Va bu bizda сохранить bo'ldi. Chiqsa bo'ladi. Shu bilan don't save. Shu bilan bizani nimalarga ulgurdik? Biz Country World Bank Open Datani ochdik. To'g'rimi? To'g'ri. Xo'p, buni to'g'ri qilamiz. Birinchisini qildik. Importing and saving qildik. Making do and log file qildik. Analysis qildik. Analysis qildik. Word interpretation ham qildik. Xo'p, shu bilan birinchi частimiz tugadi. Sizlarga rahmat kattakon.